Akalar yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, tengmisizlar? Hozirgi mavzumiz azizlar, kimdir uchun hazil, kimdir uchun ahad qayyum, kimdir uchun haqiqatda. Shu haqiqatlardan bittasini aytib bermoqchiman. Ishonsalaring ham, ishonmasalaring ham men aytib o'taman. Bu video yangi rolda o'tirgan bolalarga tegishli. Misol uchun taksigami yoki haydashga qiziqqanlar uchunmi, shularga taalluqli-da. Shunda menda bir ikkita suluchilar bo'lgan. Endi Rossiyada bo'lgan bu suluchilar, chunki Rossiyada bilasizlar, bir zakaz bersa 2 soat, 3 soatlab yurasiz. Shunda juda uzoq zakaz tushgan, uyqum kelgan, shunday borib bir zakritda joyga qo'yganman. Mana shu 50 santimetrlik beton bo'lgan mashina oldiga, tupik bo'lgani uchun o'sha yerga qo'yganman-da mashina ichida yotganman. Ertasi kuni ertalab turib bet-qo'lni yuvib, betonkani oldiga olib kelib qo'yganim esimda yo'q, mashina oldiga haydab o'rganman. Bamperlarim, faralarim sinib ketgan. Bu menga dars bo'ldi. Endi uyqum kelgani uchun shu uxlab, ertalab yana esimdan chiqib ketgani uchun oldinga aytib ketganman. Bu yerga qo'ymadimda mashinani ochiq joyga qo'ydim. O'sha yerda uxlaydigan bo'ldim. Shunda tushimda zakaz olganman azizlar. Tushimda zakaz olganman. Endi ko'pchilik tushiga ham zakaz olib tushida ishlayveradi-yu. Men tushimga zakaz olib mashinani haydab ketganman. O'zim haydab ketganman. Tushimda zakaz olganman, mashina haydab ketganman. Hali ham uxlayapman men, lekin mashina haydab ketyapman. Endi bu haydab ketayotganim 1 kilometr emas, 2 kilometr emas, rovni 30 kilometrlab bosib kelganman-da. Shaharda bir chetidan shunga zakaz olganman, lekin xayolimga kelmayapti telefonga qarash. Shunday qoidaviy haydab kelyapman, svetofor, probka, bilasizlar qanaqa shaharda. Sentral rayonga bilsalaring, muzeyda oldiga postoyanniy gay turadi. Ermitajda oldiga. Shunday kelganman, shu gayni ko'rib meni uyqum uchib ketgan, lekin mashina haydab ketayotganim o'zimga o'zim shok bo'lganman-da. Bu juda ko'p haydashdan endi refleks deydimi, nimadir deydi-ku. Miyani o'zi boshqarib ketgan, lekin men uxlaganman. Uxlagan holatimda tushimda zakaz olib, mashina haydab ketganman. Tushunyapsizlarmi? Bu qanaqa jarayon bo'lyapti bu? Ana shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun harakat qilinglar, mashinani. Endi mashinaga uxlamaslikka harakat qilinglar. Agar uyqularing kelsa ham orqa o'rindiqda yotinglar. Shu suluchidan keyin mashina agar uyqum kelsa, mashinani kaltini обязательно olaman zamokdan. Buni olib yoshiraman. Bilaman-da men tushimga ham zakaz olib ketib qolishi mumkin. Olib yoshiraman-da, keyin o'zim orqa sidenaga o'tib yotaman. Chunki oldi sidenaga yotsam, sidenani shunday turg'izamanda kalti burib ketib boraman. Ana shunaqa bir darmid bo'lib qolgan joylarim ham bor-da. Yaqinda Instagramda bitta video ko'rdim. Mashinada klienti bor, bir chekkaga o'tib, to'xtab, sidenani yotqizib, telefon chiqarlashni boshlaydi. Mashinada klient borligi, shunday qaraydi, mashinada klient bordi. Shunday qaraydi, passajir turibdi-da. Kechirim so'raydi, shunaqa bo'ldi, xayolimdan chiqibdi deydi. Bunaqa suluchi menda ham bo'lgan. O'shaning uchun ham mashinada ko'p yuradiganlar, shu yotgilaringiz kelsa, kalitni обязательно olib, orqa o'rindiqqa o'tib yotinglar, kaltni yoshirib. Mashina обязательно oldida hech narsa bo'lmasin. Yana oldiga haydab ketib qolishlaring mumkin. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, обязательно bittadan like bosib, kommentariyaga o'zlaringiz fikrlaringizni bildirib o'tishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.